Bismillah. Yozyaptim. Xo'p, assalomu alaykum. Bugungi darsimizda tekst bilan ishlashni ko'rib chiqamiz Figmada. Xo'p, tekst bilan ishlashni bosamiz. O'zi tekstga o'tadi bu yoqda. Tekstni bitta bosamiz yoki agar xohlasangiz bunday qilib belgilashim mumkin. Aynan o'sha belgilangan hududda ichida tekstni yozishni boshlaydi bu. Odatda tekstni bitta bosib yozavergan ma'qul. Odatda roboti turadi bu yoqda tekstni nimasida font. Fontlar bu yoqda juda ko'p font bor. Nimani ichida, Figmaning o'zini ichida. Buni lokal fontlar, Google fontlarni hammasini bu yoqqa olib chiqib beradi. Figmaning o'zi lokal o'zi kompyuterdagi fontlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, hozir Enterda turibdi. Mana font o'zi by default. Xo'p, yozaveramiz. 12 piksel hozir bizga ozgina kichkinalik qilar ekan, yaqinlashtirib olaman. Masalan, aytaylik Figma deb yozdim. Mana tekstni qo'yib yubordimmi? Yozayotgan paytimda faqat klaviaturadagi harflar yozadi. Ya'ni bu yerda V ni bosib biz nimaga o'tib olishimiz yoki R ni bosib to'g'rilashib ketish mumkin emas. Bitta bu tarafga bitta bosib olamiz-da. Endi uni value'lar, property'larni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, tekstda birinchisi o'sha font family'ni ko'rib oldik. Ikkinchisi regular. Bu uni style, ya'ni thin bu ingichka ko'radi. Ya'ni hamma fontlarda har xil. Ba'zilarida 3 xil, ba'zilarida 7 xil, ba'zilarida 5 xil, har xil bo'ladi. Ya'ni blackgacha o'zgarsak juda qalin bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, bu size, endi razmeri buni kattalashtirganimiz sari kattalashib ketaveradi. Buni menimcha hamma tushunsa ham kerak. Auto bu line height, ya'ni bunaqasiga ko'rinishi. Autoda masalan 2 qator qilaylik, to'g'ri. Figma deb yozilgan 2 qator. Avtoda o'zini nimasida palmalchaning razmerida turadi. Avto ustiga bitta bo'lsak 39. Bu shift kattalashtirganimiz sari font size'da bu avto ham o'zgarib boshlaydi. Mana endi 63 bo'lgan. Buni xohlasak raqamlarda value bilan, xohlasak foizda berishimiz mumkin. Aytaylik 100% qilib qo'ydimmi? Mana 100% da turibdi, yopishib. Xo'p, buni aytaylik bu 63 mida 70 qilib orasini kengaytirishim mumkin. Lekin odatda bunday qilish ba'zi hollarda tavsiya qilinmaydi. Foiz bilan bergan ma'qul. Chunki masalan 80 qildikda yoki 70 qildik, normal turibdi. 70 da. Endi hozir uzunroq tekst yozib ko'raylik-da. Hozir Telegram kanallardan birontasidan olamiz. Xo'p, mana shuni oldikda qo'ydim mana. Bunday qilib qisqartirib 2 qator, 3 qator qo'rsam, ha. Endi bu mana shu yerda 70 da normal turibdi. Lekin biz font size kattalashtirsak yopishib ketib qoladi. Ya'ni bu sonda turganligi uchun. Endi buni biz nisbiy olib turib foizda berishimiz mumkin. Aytaylik 120%. Yo 120, 120% mana. Foiz bo'lsak, ozgina nima ekan? Bilan 140% da normal turibdi. Endi bu font size'ni kichraytirsam ham o'shani men ushlaydi. Kattalashtirsam ham o'sha orasidagi masofani ushlaydi. Shuning uchun foizda bergan odatda ma'qulroq, CSS da ham foizda ko'rsatib turadi bu. Agar bu o'zgarmaydigan bo'lsa, ya'ni shrift razmeri odatda o'zgarmaydigan bo'lsa, undaqada avtoda yoki boyaginaqa raqamni o'z bilan berib ketishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi bu letter spacing, ya'ni harflar orasidagi masofa. Xo'p, buni hozir yana avto qilib turaman. Avto Figma yozdim. Xo'p, endi mana buni tushuntirib o'tib ketay. Orasida bunaqa katta joy qolib ketyapti. Nima uchun? Lekin tekst kichkina. Bu yoqda 3 xil narsa bor, ha. 3 ta narsa turibdi mana bu yoqda. Ikkita tomonga qaragan strelka bu auto width. Bossam, shuni tanlab qo'ysam, o'sha tekst yozilgan nima joyda avtomatik width belgilab oladi. Buni hozir ko'p yozsam, kengayib ketaveradi. Bu ikkinchisini tanlab qo'yadigan bo'lsam, buni auto height, ya'ni height avtomatik qilib qo'yadi. Mana shu yerdan bossam bo'ldi. Width to'xtaydi. Mana shu yerdan uzunligi, kengligi pastga qarab ketadi bu yog'iga. Yozsam pastga qarab ketaveradi. Bo'ldi. Mana shu yerdan qotirib qo'yadi. Endi mana hozir men turgan paytda, shunday turgan paytda buni bunday kichrashni boshlasam avtomatik ikkinchisiga o'tib qoladi. Ikkinchisiga. Uchinchisi fixed size, ya'ni fixed degani boyagi masalan t ni bosib turib bunday chizib oldik-ku, o'shanda mana shunday turadi. Aytaylik, qarang, mana ba'zida shunaqa muammo bo'lib qoladi. Mana shunday belgilab oldikda keyin yozishni boshladik. Bunday qilib yozdik. Qator bo'ldi.
4 qator bo'ldi. 4 qator, 5 qator bo'ldi-da, lekin bu oshib ketgan, height oshmayapti. Chunki bu yerda height berib qo'yilgan mana shundan orqali fixed berib qo'yilgan. Mana shuni to'g'rilab olish, ya'ni buni tagiga olib kelish uchun mana turgan paytda buni bunday bossak avtomatik heightni belgilab oladi. Ya'ni buni eng pastidagini pastiga tushib olib mana shunaqa qilib to'g'rilanadi. Hop, endi letter spacing ni ko'rib chiqamiz. Letter spacing bu mana harflar orasidagi joy. Ya'ni boyagi mana bu line height bu qatorlar orasidagi, satrlar orasidagi joy bo'lsa, letter spacing bu harflar orasidagi joy. Ya'ni buni foizda yoki sonda ham berishimiz mumkin. Mana kengaytirganim sari foizda yoki pikselda. Mana kengaytirib kengayib ketaveradi. Mana shunaqa qilib. Bu foizda mana 0% yoki 10 pikselda bersak ham bo'ladi. 10 piksel. Bu shrift kengaytiraverganimiz sari orasidagi masofa 10 pikselda joy qolaveradi. Hozir 1000 qilsam mana orasida joy qolyapti. Buni 0 qilib kichraytirishim mumkin. Xo'p, menimcha bu ham tushunarli. Tak, 30 qilamiz. Yaqinroq boramiz. Xo'p, endi bular bu nima align qiladi. Ya'ni 2 qator, 3 qator, 3 qatorli tekst yozaydi. Ya'ni boyagini olib kelamiz. Ya'ni boya aytib qo'yay, o'rgatib qo'yib, bitta narsa yana bitta Windowsda nimada Figma emas. Windowsda maktab bilmadim qanaqa. Delik mana Windows key bor-ku. Windows bilan V ni bossak, oldingi eski nimalarimiz ham chiqadi. Ya'ni copy qilib olgan narsalarimiz eski oldinroq. Tak. Mana birontasini oldiga mana shuni olaveraylik. Buni o'chirib yubordim. Buni 2 qator qildim. Mana shunaqa holatda turibdi. Endi bunda odatda o'zi chapdan o'ngga qarab o'qiydigan tillarda chapga taqalib turadi nimasi. O'qiydigan tekstimiz, ya'ni bunday o'qib kelamiz. Bunda o'rtaga olamiz, bunisi bu chekkaga oladi ana. Menimcha bu tushunarli, bu Wordda ham bor, adashmasam, bu Word ishlatganlar bo'lsa buni bittada biladi. Nimaligini o'rtaga yoki bu tomonga Instagram storieslarda ham tekst yozgan paytda shunaqa narsa bor. Xo'p, keyingisi bunisi align top, ya'ni topga qarab yopishib turadi, tepaga qarab. Bunisi align center, align middle yoki bunisi align bottom. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Aytaylik, mana 2 qatorli tekst bor, ha? 2 qatorli tekst bor, align topda turibdi. Men line height kengaytirsam, pastga qarab kengayib ketyapti bu narsa. Ya'ni align topda turgani uchun. Xo'p, endi orqaga qaytaman-da, buni align center qilaman-da, 2 tomonga kengaytiraman. Endi o'rtadan 2 tomonga qarab kengayadi tekst. Tushunarli, mana bunday qilib turgan paytda yana yozsam, mana tepaga qarab ketadi. Line height kengaytirsam 2 tomonga qarab kengayadi. Xo'p, buni qilib qo'ysam endi o'z-o'zidan ma'lumki, tepaga qarab ketadi faqat. Boya bunda turganda pastga qarab ketyapti. Xo'p, keyin yana bitta mayda-chuyda narsalar bor. Bu buni ichida joylashgan, bunlarni to'g'rilab qo'yaylik, avto qilib. Xo'p, mana bu 3 ta nuqtani bossak, 3 ta nuqtaning ichida type'da yana bir qator settinglari bor. Bu yerda preview ko'rsatib turibdi, alignment. Alignmentda yana 4-chi narsasi bor, bu justify qilish. Ya'ni justify qanaqa? Boyagi narsani olib turamiz, qo'yib mana. Justify bu to'g'ri ikki chekkadan manaqa joy qolib ketmaydi. Justify'da aytaylik, mana qolib turibdi, bu yerda joy qolib ketyapti. Bunday ketyapti. Justify'da bunday qo'yadigan bo'lsak, mana bir tekst to'g'rilab qo'yadi. Qatorda tugashini to'g'rilab, orasidagi joyda katta-katta ochib yuborib. Odatda bu kitoblar yozilayotgan paytda shunaqa qilinishi mumkin, lekin interfeysdagi tekstlarda bunaqa qilish tavsiya qilinmaydi, chunki orada katta mana shunaqa joy qolib ketadi va ko'zga juda xunuk ko'rinadi. Xo'p, keyingisi decoration bor. Buni bossam faqat tagiga chizib qo'yadi. Linklarda ba'zilarda shunaqa qilib ishlatish mumkin va bu ustiga chizib qo'yish. Ya'ni nima deydi? Strike through. Ustiga chizib qo'yadi. Xo'p, paragraph spacing. Paragraph spacing bu katta turadigan bo'lsak, bu odatda unchalik ham ko'p ishlatiladigan narsa emas, paragraflar orasidagi masofani kengaytiradigan narsa. Xo'p, mana enterni bosib tushsam, paragraph spacing kattalashsa, mana kattalashib ketaveradi. Ya'ni har bitta paragraflar orasidagi masofani. Xo'p, keyingisi paragraph indent, ya'ni paragraflarda boshidagi narsani nima qiladi? Xat boshidan yozishni boshlaymiz. Odatda daftarga yozishni qiladi, lekin interfeyslarda yoki kitoblarda ham bor. Interfeysda deyarli unaqa ko'p ishlatilmaydi bu narsa, ya'ni xat boshidan boshlash. Maktab paytida bitta barmoq bunday qo'yib, keyin xat boshidan boshlaydigan narsa bo'ladi. O'shanaqa narsa bu. Paragraph indent. Keyin list style. Hop, list style bu ham uncha ko'p bo'lmagan qo'shilganiga. Mana aytaylik,
nimada CSSda front-endchilar bo'lsa bo'ladi. ULOL degan narsalar bor. Xo'p, mana tekst ochamanda bir nuqta qilaman, joy tashlayman. O'zi avtomatik nima olib oladi u telefon bozorlik nimalar qilayotgan bo'lsak, spiskasini karam 2 masalan piyoz ketdi, mana shunaqa qilib o'zi enterda bo'lsak avtomatik 3.5 qo'yib ketaveradi. Xo'p, o'shani bu yerdan to'g'irlash mumkin, ya'ni nuqtali, sonli. Buni o'chirib qo'yish ham mumkin. Nuqtali, sonli. Endi men mana shu narsani o'zi qo'shib qo'ygan Figma boshidan, ya'ni masalan bir nuqtam desa o'zi avtomatik olib oladi. Xo'p. Keyingisi bu letter case, ya'ni bu hamma narsani, hamma harflar katta harf qo'yadi. Bu hammasidan kichkina qo'yadi. Ya'ni bosmasdan turib bu yerda preview'da ko'rib olish mumkin mana. Bu boshdagi harfni katta qiladi. Bu nima? Bu ham nima g'alatiroq. Bu Inter bilan qo'llab-quvvatlamaydi ekan buni. Bunaqa shrift, ya'ni kichkina harflarni ham katta harfni kichkina qilib yozadi. Mana katta harf bosh harfda, lekin mana G ni ko'rib turgan bo'lsangiz kichkina harfda. Menimcha robotida buni podechka qilsa kerak. Robotida mana o'zi mana katta harf, lekin kichkina harf bilan bir xil. Xo'p, mana bunda o'chirib turaman-da. Mana balandligi bir xil. Mana bundagi G ni ko'ring-da, bundagi G ni ko'ring mana. Solishtirib ko'ramiz. Bitta G ni oldim. Mana bu katta harf, bu kichkina harf. Bu ham katta harf aslida. Mana bundagi kichkina harfni ko'ramiz. Mana kichkina harf. Balandligi bir xil. Ya'ni odat bu uncha ko'p deyarli ishlatilmaydi. Buni biron joyda ishlatilganini ko'rmaganman shu paytgacha. Xo'p, mana buni o'chirib turamizda. Keyingisi capital spacing. Ya'ni katta harfdan keyin qanaqadir joy tashlash menimcha. Bu ham deyarli uncha ko'p ishlatilmaydi. Ishlatilib ko'rmaganman. Xo'p, number raqamlar bilan ishlash. 17 raqam yozaylik-da. 17 teliga. Ya'ni bunaqa orasidagi joyda ochadi, bu yopishtirib qo'yadi, bu bunaqa qiladi, bu kichkinaroq qiladi, bu bunaqa deyarli stil bilan ishlashadi. Bu ham unchalik ham ko'p ishlatilmaydi menimcha. Xo'p, keyin bu anaqa bu narsani kvadrati degan narsalar yozayotgan paytda telefon 7 ni bunday qilib qo'yib, birda 7-chi nima kimyoda H2 SO4 birlar shunaqa narsalar bor. Bu to'g'rilab qo'yadi. Bu birda 7-chi darajasi. Fraction. Bu endi matematikaga bo'lib ketdi, bilmadim menimcha. Fraction nima edi o'zi? Buni o'chiraylik-da. Mana bir narsa taqsim, bir narsa degan narsalar bo'lsa, o'shanga ishlatiladi ekan. Ligaturalar menimcha arab tilida buni ishlatamiz. Ligaturalar yoniq turadi. Keyin rare ligatura va arab tilida deyarli ishlatiladi. Xo'p, stylistic sets. Bu ko'p narsalar qo'shilib ketdi. Mana shu joyni oxirgisini kesasiz tezroq. Xo'p, Figma. Mana Figma degan yozuvda robotda odatda bunaqa bo'lmaydi aslida. Mana stylistic set yo'qsa, ba'zi bir harflarni boshqacharoq stilda ko'rsatib beradi. Mana A ni bunaqa shaklda. Alfa ni. Xo'p, R ni bunaqa. Mana R yozaylik bitta. R ni mana bunaqa chop qo'yish mumkin. Xo'p, K ni K yozsam bunaqa. Ya'ni har bitta harfni mayda-chuyda qilib o'zgartirish mumkin. Keyingisi K, keyingisi C, P narsalar. Xo'p, shunaqa xullas. Ya'ni harflarni stilini o'zgartirish mumkin, ya'ni boshqacharoq ko'rinishida. Kerninglarni nimasini to'g'rilab qo'yadi avtomatik. Kerning degani yoki letter spacing so'zni orasidagi so'zlar ichidagi harflar orasidagi masofa bo'lsa, kerning bu so'zi orasidagi ikkita harfni orasidagi masofa. Masalan, buni to'g'rilab qo'yish. Endi odatda ko'p shriftlarda bu o'zi avtomatik to'g'rilangan bo'ladi. Shuning uchun yoqib qo'yamiz. Bu ba'zi bir shriftlarda orasida kerninglarda muammolar bo'ladi. Shrift kattalashtirganda yoki stillarni o'zgartirgan paytda, aynan o'sha paytda u o'zgarib ketib qolishi mumkin. O'shani bu avtomatik to'g'rilab qo'yadi. Fraction denominator bu narsalar juda kam ishlatiladi. Bu deyarli kerak emas o'zi avtomatik. Umuman olganda.
Xo'p, keyingi esa film, stroke boshqa narsalarni menimcha oldingi darslarda ham o'tdik. Bu shart emas. Effektlar, keyingi export. Bularni o'tdik menimcha. Hammasi. Xo'p, nimalar bilan bog'liq ma'lumotlar shu edi. Tekst bilan bog'liq. Ha, bu yana bitta narsa bor, link bor keyin tepada. Link yaratib qo'yish mumkin. Figma.com deb enter bosib qo'yadigan bo'lsak, uni ustiga olib kelgan paytda endi bu prototip qilgan paytimizda o'z avtomatik bossak o'tib ketaveradi. Odatda ustiga bosib turib open link qilsam figma.com saytiga o'tib ketadi. Shunaqa qilib link ulab qo'yish mumkin. Tagiga chizib qo'yadi linkni o'zi avtomatik ravishda. Shu bilan bo'ldi menimcha. Tushunarli bo'lsa, keyingi darsga o'tamiz.